Voy, soat necha bo'ldi ekan a? Menimcha soat o'tgan, tezroq maktabga borish kerak. Bugun maktab. Короче, video yapman-ku. Hozir bir minut obunachilar bilan salomlashishim kerak. Yo, hammaga salom obunachilar. Sizlar bilan men Citron. Bugungi videoda sizlar bilan maktab 2-qismini olamiz. Albatta, bilmagan bo'lsangiz, Dead Fox degan bola borgan maktabga va u boshqa shaharga ko'chib ketdi. Men unga yangi o'yinchi bo'lib keldim shu yerga. Agarda videomiz yoqsa like bosib, albatta mehnatimizga qadar like bosib qo'yishni unutmaymiz. Bunda biz boshladik. Hozir maktabga otlanamiz. Oldingi videoda aytgandek, har bir videomizda bugun biza nima deydi? Yana video olishga qaror qildik. Ustoz Jara yomon. Ustoz yomon men fakir ketaman. Onam keldi. Qayerda pastga tushish kerak edi. Okey, do'stlar, ko'ryapsizlar. Mening kanalım. Sen bu yerda nima qilyapsan? Silam bir turib. Xo'sh do'stlar. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Gaz yo'q ekan, Get your ass on, boy. You get your goddamn ugly ass on. Gaz yo'q. Do'stlar, gaz yo'q deyishdan chiqib boshlanadi. Hamma aylanmayam dedik. Hozir qayerdandir biznikidan gaz so'rab chiqaman hozir. Magalar qo'shinda yo'q ekan, shunga piyoda ketarkanmiz. Oyoqim olib ketadi-ku. Mayli. Keyingi videolarda mashinamga gaz olib olarman. Balki mod qo'shganga mod ishlamagandir, bilmadim men. Qanday qilishdan chiqib qolgan bo'lsa kerak. Mana do'stlar, bilmasanglar, mana bu yerda Xbox'ni g'oybat qotay qilib qo'yib ketib olgandim maktabdan o'zizda. Men maktabga kelyapman. Soat aniq kech qolganman do'stlar. Shoshilish kerak. Shoshilish kerak. Xonamning ustiga 2-etajda. Bu yerlarda men hop qancha? $800 bor. €8 bor. Okey, €800 bor. Tepada xonam do'stlar, o'zgargan. Facebook xonasida yashamayman men. What the fuck do'stlar? Minecraft'ni o'zini ishlayman. Mana matematika xonasi. Kirishim mumkinmi? Albatta, kiraver. Sen kimsan? Assalomu alaykum ustoz, men yangi o'quvchiman. Citron. Agar men tanimagan bo'lsangiz, men YouTuberman, короче. Men shu yerga maktabga keldim. Darsni o'qitirsam bo'ladimi? Ha, mayli, o'qitirishim mumkin. Ustoz, nega mana ya o'tirib oldim, ustoz? Adashtirib qo'yaman sizni. Mayli, bu yerda hamma jetel ekan shekilli. Ha, to'g'ri. Bu yerda hamma jetel, o'yinchilar ko'rinmagan bitta. Unda nima qilamiz, ustoz? Hozircha dars boshlanmadi. Hop, aylanib kelsang bo'laveradi. Yo'q, kech qoldim deb o'ylayman. Mayli, unda aylanib kelamiz. Xo'sh, mana kelyapman qaytib. Aylanib keldim. Hop, ustoz. Xo'sh, ustoz qani ustoz? Ustoz, nega qaytib ketyapsiz? Ha, meni ishim bor-da, hozir o'quvchilar ham beri dars o'tib turadi, shundaymi? Yo'q, ustoz, siz o'tishingiz zarur faqat. Unda bu maktab 1-sentabr emasligiga, 4-sentabr emasligiga o'yin ketaveramiz, chunki sen yangisan-ku. Yo'q, ustoz, rostdanmi? Albatta hazillashyapman, anqo ko'yar ichgan yoz kelaman. Aytgancha, u yerda yana bitta ustoz bordi, ko'rmagan bo'lsang. Yo'q. Xo'p. Siz ustozmisiz? Ha, men ustozman, o'tir joyingga hammang. O'tirlaring tez-tez. Hozir kaltak olib uraman hammangni.
O'tirlaring deyapman. Hop, ustoz men o'tirdim mana joyimga. Ustoz birinchi dars nima? Birinchi fan. Ingliz tili albatta, birinchi soat. Okey. Ustoz mendan любой narsa so'radi ingliz tilida alsimi? Endi olaman-da, hali olganim lekin bir alsa aytapman. Ustoz so'ravering. Bo'pti. Ikkinchi savol beraman. Orange nima degani? What the? Ustoz? Orange ham meva degani, ham rang degani. Nima degani? Rangmi yoki mevami? Ikkalasi ham ustoz, nima bo'lsin? Hatto. Ustoz siz ingliz tilini bilmas ekansiz, короче. Men dars o'taman. Aqlli yo'llikmi? 3 ta kalit. Xonamning kaliti. Ustoz mayli. Kim edi bu? Men boyagi ustozning bir ahmoq kirib keldim. Yo'q, bilmayapman. Hop, ustoz, nima qilish kerak endi? Ingliz tilini bilmagan bo'lsa, hozirdan tanaffus senga. Hammagami? Mayli. Nima qilib kelardik? Menda g'oyib bor, yaxshi teatrga borib kelaylik. Ko'rmagan bo'lsanglar, teatrga borib kelamiz. Agar do'stlar videoda o'tgandagi shiriq-shuruq ovozda bo'lsa, taq-taq shunaqa ovozda bo'lsa, uzr so'rab qolaman. Safar mashinada kela olmadik, afsuski uzr so'rayman. Buni aytishyapti. Mana teatr bu teatr. Hozir narsa bor ekan. Yerda nima bor edi aytsanchi? Teatr deysiz ekan, bu bizga katta foyda. Nima bu? Kola? Popcorn? What the? Popcorn yeymi? Yesa bo'lmaydi-ku. Mayli, yeyaveramiz. Yaxshi yesa bo'ladi. Mana men kola cholay. Oh, mazza kola. Speed tezligim oshib oldi. Tezroq borish xonaga kirish kerak. Xo'sh, men keldim. Ustoz qanday? Ustoz kirmang. Shu yerda nafas olib o'tiray birpas. Mana jitelga qarang ustoz. Kompyuter kirasi yo'q. Kompyuter o'ynayapti, kontur. Sening nima ishing bor? Eshikni yop. Mayli. Ko'zinglarga yomon bo'ladi lekin ko'rmay qolasizlar. Kerak joyda. Kompyuter o'ynayar. Hop. Sen nima ustoz joyiga chiqib olding? Ishing bo'lmasin. Jitil g'alati ekan, ko'rmi? Kirmayaptilar, yo'q deyapman. Biz maktabda hech kimga dars o'tish uncha keragi yo'q. Hamma o'zi umriy sir bo'lsanglar, o'zi shunga sizlarga dars yo'q uncha. Yo'q. Bo'pti. Unda uyga vazifa bering, uyga ketib dars qilib kelaman. Keyingi safar. Bo'pti, hozir vazifa beraman. Hop, ustoz rahmat. Unda men ketdim. Hoy, to'xta. Nima? Sen yangi o'quvchi Citronmisan? Albatta. Seni bir relet degan bola urishaman deyotgandi. Yo'q. Qo'rqasan bundan? Yo'q, bemalol urishayapman. Unda ertaga keyin urishgani. Bo'pti unda. Kim bo'lishi mumkin? Relet deganlar do'stlar. Yaxshi relet deganlarni tanimayman do'stlar. Kim bo'lishi mumkin? Unda men uyimga qarab otlanaman. Hoy, relet. Bitta narigi sinfga bitta yangi o'quvchi kelibdi, ismi Citron ekan. O'ziga javob deyapti, urishaman deyapti. Urishasanmi?
Ha, Bundan keyin zo'r jang bo'ladi lekin. xo'p. Kim ekan bu Kitron deganlari? Okey do'stlar, kim bo'lishi mumkin bu relet deganlari? Tanimasam buni. Kim bo'lsa ham va men undan qo'rqishim aniq. Jaqqa javob bo'lsa unga. Easy-ku unaqa bir aytishga. Bizga easy unaqa bir aytishga. Aytishlaricha jitirlarni u ham qanaqadir yutib berar ekan Minecraft. Ming obunachisi bor ekan. Biz kal mingta bo'lmagan lekin mayli. Do'stlar, mana uyimga ham kelib olyapman. Unda do'stlar, xayrlash vaqti yetdi. Keyingi qismlar chiqish xohlasangiz bu videoga ham 10 ta like berishingizni maslahat beraman. Xo'sh do'stlar, bugungi video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishni unutmang. Unda albatta obuna ham bo'ling. Sizlar bilan men o'sha Citron bo'ldim.